O'rtoqlar mana eniga kattaroq qildim, 80 eni. Bruder eni 80 qildim. 80 ga 4 metr. Uzunasi 4 metr bo'ldi. 4 ta etaj. 1,5 ming bedanani sig'diradi o'z ichiga 30 kunlikgacha. 1,5 ming bedanani. Xudo xolisa 15 kunlikgacha 3000 bedana sig'adi. 3000 bedana sig'adi. Xudo xolisa mana napilniklarini, nepillarini qo'yib chiqamiz hozir. 4 etajga termoregulyatorlar keyin bo'ladi. Eshiklari hozir mana bu egilib turibdi. Bularning mushkalarini beramiz. Tortmalarini qilamiz keyin. Eshiklari, tortmalari bitadi keyin. Xudo xolisa bitganini ham ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Joninglar sog' bo'lsin. Like bosib qo'yinglar. Narigisani 4 metrlik, 2 metrlik. Shu telefonimiz ham video qilayotganda jiringlikda bu ham. Mana. Bu 2 metrlik. Bu bilan buni ko'rsanglar, bobosiga o'xshab qoladi. Mana bunaqasiga ketdi mana. Shunaqasidan olib ketiladi. Xudo xolisa ko'rib borasizlar. Bu yog'ini bitgandan keyin chiqarishga harakat qilamiz. Like qilib ayamanglar. Komment yozib qo'yinglar. Tushunmagan joylar bo'lsa so'raverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.